omadingni bersin. Mukarov Media. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar, bugungi konsert dasturining aziz qatnashuvchilari. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, viloyat madaniyat boshqarmasi, Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi, an'anaviy havaskorlik ansambli ijrochiligi bo'limi, cholg'u ijrochilik fani o'qituvchilari Eldor Yoqubov hamda Shohruh Bardayevlarning sinf konsert dasturiga xush kelibsizlar. Zarbida ming bir ma'no siri bor. Har bir bunda ajdodlarning nuri bor. Dastang ichra ming bir daryo shovullar, sening bilan o'zbek to'ya gupurlar. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va bilimli chanqoq aziz o'quvchilar. Barchangizni mana shu konsert dasturida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar.
Azizlar, xalqimizning har bir yaxshi kunlari borki, to'y va tomoshalar, bayramlar, bazmu jamshidlar, sayillar. Doiraning aslo ovozsiz o'tmagan va biz mana shu doirasiz har bir yaxshi kunlarimizni tasavvur eta olmaymiz. Doiraning tarixi esa minglab yillarga borib taqaladi. Ming yillardan buyon ajdodlarimiz shodligini ham, g'amini ham shu zarblar orqali ifodalab kelishgan. Doiraning har bir zarbi, barg va bumlari ortida ulkan ma'no, milliy ruh yashiringan. Doira chalish bu haqiqiy mahorat maktabi. Uning 50 dan ortiq usullari va ijro texnikalari mavjud bo'lib, ular avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Markaziy Osiyoda turli hududlarda u turlicha nomlanadi. O'zbek va Tojikistonda doira, Ozarbayjonda gavar, Armanlarda daf, Arabistonda esa riq deb ataladi. Doira so'zining arabcha ma'nosidan olingan bo'lib, aylana ma'nosini anglatadi. Azizlar, hurmatli mehmonlar, bugungi davramizning qadrli qatnashuvchilari, agarda barchangiz o'zingiz uchun tayyorlangan mana shu kursilarni egallab olsangiz, biz sizlarni ruxsatingiz bilan mana shu konsertimizni yanada yuqori kayfiyatda bo'lishi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz va kelinglar mana shu minglab yillik tarixga ega bo'lgan doirani va siz va biz bugungi kunda tinglab maroq bilan mazza qilib eshitayotgan doiramizda o'zbek san'atini, o'zbek doira san'atini butun dunyoga dorug'ini doston qilgan katta ustozlarimizni ismlarini birin-ketin o'qib eshittirsak. Hurmat bilan usta olim Komilov, to'ychi Inog'omov, G'ofur Azimov, Qahramon Dadayev, Zuhriddin Muhiddinov, Odil Kamolxo'jayev, Talat Sayfuddinov, Xolmurod Islomov, Elmurod Islomov, Dilmurod Islomovlar. Bu ustozlarimiz rahmat. Bu ustozlarimiz doira san'atini dunyolarga doston etishgan va aynan ularning izdoshlari, avlodlari, shogirdlari ham bugungi kunda respublikamizda o'zining taniqli ijodi bilan barchamizga ma'lum va mashhur. Bugungi konsert dasturini tashkillashtirgan ijodkorlarimizning ustozlarini hozir ruxsatingiz bilan davramiz markaziga taklif etsakda, albatta shogirdlarning istaklari, talablariga binoan ustozlardan iliq so'zlar va duolari bilan kechamizni biz boshlaymiz. Marhamat qilib hozir davramizga Qahramon G'abborov, Jamshid Ashurov, Surat Ahmedov, Ali Muhammadiyevni taklif etamiz. Marhamat. Ustozlarimiz kelinglar. Marhamat. Qolaversa Muzaffar aka Madatovni ham davramizga taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli davra ahli, mana chiroyli tadbirni mehmonlari, ishtirokchilar, bolalarga kuch-quvvat. Qaniki nima? Chiqinglar, ko'rib chiqinglar. Sizlarga yaxshi kayfiyat, bolalarga kuch-quvvat tilayman. Salomat bo'lsin hammasi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar, shogirdlar. Mana bugun bir chiroyli konsertning guvohi bo'lamiz degan umidda kelib tashrif buyurdik. Ya'ni doira san'atini hamma yaxshi ko'radi. O'zbek xalqi borki, doirani eshitgan joydan uxlayotgan bo'lsa uyg'onadi. Shunaqa bir sehrli bir cholg'u, hammani kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shadigan cholg'u deb men bilaman. Shu tufayli shu doirasi bo'lganidan minglaman Allohdan roziman. Men bugun shogirdimiz Illarjon, yana o'qituvchimiz Sohob Mirzoni chiroyli sinf konsertini guvohi bo'lamiz. Hammalarga kuch-quvvat tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Barchalarga yaqinlashib kelayotgan mana yaqinga nishonlanadi 15-aprel madaniyat va san'at xodimlari kuni bilan san'at kolleji ixtisoslatilgan san'at maktabi bugun hozirgi mana shu kollektiv jamoamizni sizlarni qizg'in tabriklayman. Sizlarga kuch-quvvat, uzoq umr tilayman. Sog' salomat bo'linglar, charchamanglar. Illarjon, omadingiz bersin. Qo'lingizdan kuch-quvvat ketmasin. Eng asosiysi xatti nazardan qolmanglar. Doira san'ati rivojlanib kelgan, bundan keyin rivojlanadi. Shunga sizlarga o'sha ustozlarning yo'lini bersin deyman. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Sizlarning yaxshi kunlar, yaxshi konsertlarning guvohi bo'lib, juda ham xursand bo'lib ketaylik. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum sizlar, qadrdonlar. Mana bugun bir chiroyli
Mana shu koshonada san'at koshonasida yig'ilib turibmiz. Keladigan bayramlar hammalariga muborak bo'lsin. Shu Eldorjonning otasi mani shogirdim. Soyibjon. Dadasi Zaporojye emigrga olib borganda o'shandan beri mana biz 40 yil bo'ldimi, 35 yil bo'ldimi birgamiz, bilan oilasi bilan yaqinmiz. Yaxshi kunda, yomon kunda birgamizmiz. Hammalari sog' bo'ling, Eldorjon, omadingni bersin. Hali uylanmagan yigit, qizlar ko'zlarida yo'q qo'ydi. Aslida yaxshi yo'ldan ato qilsin. Shu yigitni uylantirgan payti dadasini, biza qarindoshlari, bobo-bobolari bilan birga hammamiz sog'-salomat bo'lishini yaxshi kunlar rasmat qilaylik. Yana ukamiz bor, shundan birga Shohirjonga omad tilayman. Doira san'atda biza 50 yildan beri doira chalib, yomonlik ko'rmadik. Butun dunyoni ko'rdik. Sizlar ham ko'ringlar, bormagan joylar borlar, doirani butun dunyoga tanitinglar. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar. Ustozlar, hamkasblar, o'quvchilar, mana shogirdlarimizga, do'stlarimizga muvaffaqiyat tilayman. Eldorjon omading bersin, Shohirmirzo salomatlik bersin. O'zimizni boravering, kattalar. Hammaga ustozlarimizdan rahmat, qo'shilamiz shundan gapga. Aljon. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hamkasblar, shogirdlar. Hamma gapni gapirib bo'lishdi, ustalarga qo'shimcha qilib, o'sha hozir otadan o'g'il degan xalq maqolini hozir ko'rib turibmiz mana. Rahmatli Yoqub buva san'atga qiziqqan odamlar, o'g'illari Soyibjon, mana endi Eldorjon o'zimizning shogirdimiz. Shuga sinf konserti qilayotgan omadini bersin shogirdlarga ham, Shohirxon sizga ham. Doim mana shu kasbkorlarga baraka bersin. Sog' bo'linglar. Alhamdulillah Rabbil alamin va oqibati mustaqim va salatu va salam ala rasulullah. Alloh taolo hamisha yaxshilikda, tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Bugungi konsertimiz yaxshi o'tib, yuzlar yorug' bo'lsin bu shogirdlarimizga. O'zsin, bularning shogirdlarini ham chiroyli ijrolarini eshitib, hammamiz chiroyli madaniy dam olaylik. Dunyomiz tinch bo'lsin, hamisha yaxshi kunlar diydor qilish barchamizga nasib bo'laversin. Amin. Alloh. Rahmat, salomat bo'linglar. Hozir bu yerda biz chin ma'noda shogird ustoz an'anasiga guvoh bo'ldik. Hurmatli bugungi tadbirimizga tashrif buyurgan barcha ustozlarimiz, vohamizning eng oldi qatorlarda turuvchi ijodkorlari, san'atkorlari, sizlarni ko'rganimizdan benihoyatda xursandmiz. San'atingizga hech qachon ko'z tegmasin. Endi esa sizlarning ruxsatingiz bilan yana bir bora bugungi konsert dasturini ochiq deya e'lon qilamiz. Marhamat, sizlarning e'tiboringizga bugungi tayyorlangan chiqishlarni birin-ketinlik bilan havola etamiz. Ishontirib aytamizki, bugungi konsert sizning xotirangizdan chuqur joy egallaydi. Dastlabki chiqishimiz Usta Olim Komilov yaratgan asari asosida, aynan shu asarning yangilangan taqdidida Shodlik doirachilar ansambli tomonidan birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat.
Konsert dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi kompozitsiya Qizgina o'zbek xalq kuyi ijro etadi Anzorbek To'raqulov. Marhamat. Marhamat, keyingi chiqishimiz o'zbekcha qabul. Tom boshida tavora. Ijrochilar solist Eldor Yoqubov hamda sozandalar ansambli. Budroz qarsaklar saloni ostida kutilamiz.
Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlarimizga, ustozlarimizga bugungi konsert dasturimiz ma'qul bo'lib deya aytamiz. Mehmon sifatida tashrif buyurgan ustozlarimizga yosh shogirdlarni ijrolari, mahoratlari qanday yoqyapti ustoz? Albatta, agar ularning hayojonlari bo'lsa, kamchiliklari bo'lsa, ma'zur tutasiz. Ular ilk qadamlarni qo'yishyapti katta sahnalarga va kelinglar hozir barchangizni ijozatingiz bilan bugungi mana shu konsert dasturiga birozgina kichik lirik chekinish qilamiz va an'anaviy havaskorlik ijrochiligi bo'limi boshlig'i Ixtiyorjon Jumanovni davramizga taklif etamiz. Marhamat, ustoz keling. Onalarımız bize benim olarak sayıyorlarımızı. Eğlenir benirge, keleriz birge. Yarından gitkim kelmez, oyda çuğulu hapsın atırge. Ixtiyorjon Jumanov o'zlarining go'zal taronalarini taqdim etdilar. Hurmatli mehmonlar, umid qilamizki, bugungi konsert dasturi yana bir muxlislarga ma'qul bo'lyapti. Bugungi konsertimiz e'tibor bering, faqat jonli ijroda sozandalarimiz ham, xonandalarimiz ham hech qanaqa fonogrammadan foydalanishmayapti. Va kelinglar biz yana bir bora hozir davramizga bugungi konsert dasturidan o'rin olgan navbatdagi kompozitsiyani taqdim qilamiz. O'zbek terma usullaridan ijro qilishadi doirachilar ansambli. Bir ijroga konsert.
Hasanno ajoyib ijro uchun kattadan katta rahmat. Endi navbat afg'on kuyi Shohistamon ijro qiladi. Jo'rayev Eldor. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Endi navbat ruscha Paguri ijro etadi Sozandalar ansambli.
bo'ldi. Endi navbat sharq ohanglari, solist Eldor Yoqubov hamda ansambl jamoasi.
Rahmat. Bir chiroyli narsa bo'lsin. Hurmatli aziz mehmonlar, bugungi konsert dasturining aziz qatnashuvchilari, hurmatli maktabimizning faollari, o'qituvchilar, shogirdlarimiz, hozir bitta xursand bo'lishga arziydigan zo'r yangilik bor. Konsertni tashkilotchilardan iltimos qilgan holatda hozir so'radik. Yaqindagina poytaxt Azimda, Toshkentimizda bo'lib o'tgan Yoshlik bahori iqtidorli ijodkor yoshlar forumi doirasidagi Xushkayfiyat Respublika yosh qiziqchi va askerchilar tanlovida Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi faxrli 3-o'rin g'olibiga aylandi va 10 million so'mlik pul mukofoti oldi. Albatta ruxsat bersalar boshqa yigitlarimizni bir daqiqaga taklif qilamiz. Asror akamiz, Arslon akamiz boshchiligidagi ommaviy bayramlar va teatrlashtirilgan tomoshalar rejissyori talabalari mana shu diplom bilan taqdirlanadi. Ustoz keling, mana shu ustozimiz boshchiligida qarshi chap turasizlar, faxrlashgan azimli qiziq shogirdlarimiz. Tabriklaymiz ustoz. Maktabimiz bundan-da gullab yashnaversin. Ilohim har bitta bo'limning yigitlari, ustozlari yanada yuksak martabalarga erishaversinlar. Marhamat. Rahmat, salomat bo'linglar. Endi askarchilikdan rostini aytganda butun bir respublikada 3-o'rinda olish o'zi bo'lmaydi. Juda ham mehnat qildik. Chunki bir insonni yiqitib, urib, hali yiqitib polvon bo'lgandan ko'ra bir insonni ko'lini ko'tarib, uni ruhiy madad bergan inson haqiqiy polvon deyman. Mana shunday polvonlarimizga bitta chiroyli qarsak chalib qo'yasizlar. Hech qachon labinglarda kulgu tabassum aramasi. Maslagi bilasizmi kimga o'xshatdi? Doirachilarga mashla o'xshaydi. Doirachilarga o'xshadi. Va ana, xasqsiz doirachi bo'lsak nima qilardingiz? Birinchi bakilataydim, kim bu millatlar. Rahmat ustoz. Aslan nomimizga katta rahmat. Badiiy rahbarimiz, rejissyorimiz Olifjon Xolboyev hamda bizni qo'llab-quvvatlagan, yaxshi ta'lim bergan Xushmurod Kamolovga guldiroq hali undan ham ko'p yutuqlarga erishamiz inshaalloh. Albatta ustozlarimiz duolar oldi. Rahmat ustoz, kattakon sog' salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Omad zafarlar yor bo'lsin. Bugungi bilasizmi, konsertimiz o'z-o'zidan tashkil bo'lgani yo'q. Albatta ustozlarimizni, sozandalarimizni, konsert tashkilotchilarini zahmatli mehnatlari singan. Hozir mana shu mehmonlarimizni ruxsatlari bilan aynan mana shu konsertda faol ishtirok etgan ustozlarimizni ismlarini o'qib eshittirsak. Marhamat. Bugungi konsertning yanada zavqli va yanada eksklyuziv bo'lishiga katta hissasini qo'shgan sozandalar, ustozlarimiz Ergash Mamadiyorov, Asror To'lanov, Xudoyberdiyev Diyor, O'ktam Gulov, Mahmud Mannonov, Tursunmurod Rahmatov, Anvar Nashvandov, Jo'rabek Ismoilov hamda Asliddin Tolipovlar. Endi mana shu konsertimizning asosiy tashkilotchilari bo'lgan marhamat davramizga sizlarni taklif qilamiz. Shomurodjon Bardayev va Eldor Yoqubov. Qolaversa badiiy rahbarimiz Iqbol Jumanov. Hozir mana shu konsert dasturini tashkillashtirishda yaqindan yordam bergan, eng asosiysi hozir sizlarga so'z berishdan avval mehmonlarimizni ko'z o'ngida Eldorjon do'stimizni birinchi ustozlari, qolaversa badara huzurvorlari Sohiba Garamatovni yana bir bora badiiy sahnamizga taklif qilamiz va bugungi konsert tafsilotlari haqida o'zlarining fikrlarini eshitishni istagandim. Marhamat, keling. Marhamat, o'rtaga joylashib oling. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun o'g'limizga Eldorjon bilan konsertda Shomurodjon ukamizni shundan foydalanib, omad tilaymiz hammasiga, hammalariga. Sizlarga ta'zim qilamiz ustozlar. Hammasi xush kelsin. Sog' salomat bo'lasiz. Hamma yaxshi kunda yashaylik.
hurmatli hamkasblar, hurmatli ustozlar, o'quvchilar, hurmatli mehmonlarimiz, avvalambor xush kelibsizlar deymiz. Siz maktabimizga mana shu Eldorjon ukamizni sinf konsertni tomosha qildinglar. Konsert ko'ngildagidek o'tdi degan umiddamiz. Sizlarga ozgina bo'lsa ham shu xush kayfiyat bag'ishlagan bo'lsa mana shu konsert mana shu o'qituvchilarimiz, o'quvchilarimiz o'zlarini baxtli his qilishadi degan umiddamiz. Eldorjonga omad tilab qolamiz, Shohruxjonga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar, kelajakdagi ishlaringizga ulkan rivojlar tilab qolamiz. Ustozlarimizga, hamma tashkilotchilarga, sozandalarga rahmat aytib qolamiz. Sog' bo'linglar. Mehmonlarimizdan yana ozroq suhbat qilishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu konsert tashkilotchilaridan ham ikki og'iz mana shu fikrlarni eshitsak. Mehmonlarimiz Bu kishini alohida e'lon qilmasa gapirgilar ham kelmaydi bu kishini. Ana Xurshid Rasul shunaqa deb tanishtirardida, mani o'g'lim deydilar, Shohrux Rasul deydilar, mana shu o'g'lim deydilar. Endi men to'ylarga olib borsam buni shuni deb tanishtiraman-da. Xurshid Rasulovni sozandalari O'zbekistonda ikkita naychi bor deyman. Birinchisi Aqayga Abdulloh aka deyman, ikkinchisi men Shohrux deyman. Keyin odamlar shunday qarashadi, keyin e'tibor bilan qarashadi. Keyin kuychandiraman bitta qistir-qistirlar bo'lib ketadi, lekin bizga ham qarashmaydi. So'z Shohruxjonga. Hammaga rahmat konsertimizga kelganlarimiz uchun. Sog' bo'ling. Avvalambor hammaga assalomu alaykum ustozlar. Juda xursand bo'ldim ko'rib. Kattaga rahmat, hurmat uchun, qadamlarga hasanat, barchaga rahmat. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Bu birinchi hal boshlanishi, Xudo xolasa, mana Jolon akam kelganlar, Jolon akam Xudo xolasa Qashqadaryo davlatlari fikr beruvdilar aka. Birgalikda konsert qo'yamiz. Mana viloyat bo'yicha, Qashqadaryo viloyat bo'yicha deb oilalarga borganimga maslahat beruvdilar. Bahrom akam birgalikda ustozlar kelgan, Isroil akam, Ilhom akam, rahmat. Kattaga ko'rib juda xursand bo'ldim. Allohga shukr. Bu boshqacha Xudo xolasa qanday Fursatdan foydalanib yana bitta gapni aytib o'tishim kerak. Mana shu Eldor o'qishga kirishidan oldin 5 yil bo'ldi bunga. Sohbaga bitta qo'chqor bog'laganlar-da. U qo'chqor qarib ketdi. 5 yil bo'ldi. Sen borib yorilib ketdi deyman. Har ko'rganimga aytaman, so'ymoqchi edilar o'sha qo'chqorni o'qishga kirsalar. Eldor bitiryapti o'qishni. Endi o'sha qo'chqor bugun so'yladimi deyman-da. Nima deysizlar? Sog' bo'linglar. Ustozlar rahmat, sog' bo'linglar, kelganlaringiz uchun. Sog' salomat bo'linglar. Konsertlarimiz hali bundan keyingi ustozlarimizni konsertlariga yana tashrif buyurishga umiddamiz. Bemalol. Vaqtda mo'mam deganlar mo'majon. Davlat taklifchi ikolarga ikkita mo'mam degan. Taklifdan kelishdi. Mana shunaqangi eng go'zal konsert dasturida Eldorjonda bu joylar muxlisi sifatida tashrif bergan ekanlar. Bu jonimiz keling. Assalomu alaykum, qadamingizga hasanot. Albatta. Keling bu joy. Albatta, bugungi konsert dasturida Eldorjonning bu joylari, qadrdonlari yana tashrif buyurishgan ekan. Bu nafaqat bizning maktabimiz uchun faxr. Eldorjon uchun ham albatta katta xursandchilik desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu jon qalbingizdagi eng samimiy tilaklaringizni va bugungi konsert dasturi haqida ikki og'iz fikringizni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, rabbiylar, shogirdlar. Bugun hayajonlanganimni cheki yo'q. Allohga shukr. Mana shunday bitirganiga shukr deb. Suyunganimdan ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi.
rahmat. Unga qo'llab-quvvatlab manbalarni shu darajaga yetishiga hammasiga sizlar sababchi, ustozlari sababchi. Mana dadasini qo'liga chalgan vaqti, o'ynab doirani chalgan vaqtlari bu ham doirachi bo'ladi deb qo'yaylik bu vositalar amati. O'shanday mana Allohga shukr, mana bu kunlarga yetganimga ming shukr qilaman yaratganimga. Nima deyman? Duo qilaman albatta. Buni kelajagi porloq albatta. Doiralarning sadosidek dunyoni egallasin sadolari. Qo'li charchamasin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sizlarni quvvatlaganlaringiz uchun Allohim bunga kuch-quvvat berib, nasib bo'lsa o'ylantirsak, bolalari ham shuni izidan borib, Yoqubovlar silolasi bo'lishini xohlayman. Nasib bo'lsa ana dadasi ham teatrlar nechinchi o'rinlarni olib, Toshkentlardan mukofotlar olib kelganlariga ham qancha sevingan edim. Mana bu kunlarga yetkazishga Alloh sababchi. Mana Xudoga ming qatla shukr qilaman. Bundan ham martabasi ulug' bo'lsin. Sizlarni sog' salomat mana shunday tarbiyalab shu darajaga yetkazishlaringizga Allohim kuch-quvvat bersin sizlarga ham. Doim sog' salomat bo'lib, o'qishlarni bitirib nasib bo'lsa martabasi bundan ham ulug' bo'lib, el taniyotgan bo'lib, Xudojon chet ellarga chiqib, chet ellardan o'z sadolarini eshitish nasib aylasin. Yaratganim televizorlardan ko'rib qancha zavqlanaman, qancha quvonaman albatta. Ming shukr deyman. Sizlarga ham ming rahmat. Balam sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Doim mana shunday qo'llaganlaringiz uchun mana shogirdlari yetishib boryapti nasib bo'lsa. Doirachilar ko'paysin, dunyomiz doim doira sadolari bilan yangrasin. Hammalarga ming rahmat aylanay. Yetkazlar. Assalomu alaykum azizlar. Hammalar sog'liqsizlar, salomatmisizlar. Shundan da ham opamlar o'sha uzoq umr tilayman. Nima deyapgan bo'lsa Alloh ijobat aylasin. Nevaramni ota-onalariga uzoq umr bersin. Allohim uzoq umr bersin, ilohim bilan ishlarni rivojini bersin, omadini bersin har doim. Shuna darajaga yetkazganiga Allohga shukrlar, hamma sanolar bersin. Bundan ham ziyoda bo'lgan, bundan ham Rahmat. Yurtimiz Husayn o'ynab yashab bormoqda. Onajonlar, islamin jozgan gaplarni
1972.